Assalomu alaykum hammaga. Demak, Tramplin IT akademiyasidan Web Application Penetration Tester kursini boshlaymiz. Bu intro video bo'ladi. Bu haqida kurs rejalarimiz, kurs planlarimiz, nimalar o'rganamiz, nimalarni o'rganishimiz kerak, nimalar qilishimiz kerak, mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, Tramplin akademiyasining kiberxavfsizlikka kirish kursi, ya'ni Web Pentest kursini shastik deb hisoblasak ham bo'ladi. Bu birinchi video. Demak, biz bu kursimizda web hujumlarini, web atakalarni o'rganamiz. Ya'ni web applicationlarga qilinadigan asosiy hujumlar, ularning turlari, ularni avtomatizatsiya qilish, ulardan olinadigan qanaqadir impaktlar, qandaydir impakt ta'sir qiladi, ularni himoyalanish, ularni aniqlash. Kursimiz asosan web applicationga qilinadigan attack type'larning asosiy type'larini o'rganadi, ya'ni main type'lar. Inyeksiya atakalari, server side hujumlari va boshqa shu kabi web applicationga uchraydigan security misconfigurationlar haqida ham o'rganib o'tiladi. Asosan kurs davomida biz juda ko'plab texnologiyalarni, ko'plab texnikalar bilan o'rganishni, operatsion sistemalar, tarmoq bilan ishlashni o'rganamiz. Kursimizni muvaffaqiyatli tugatish uchun albatta topshiriqlarni bajarish, self study, nimadir tushunarsiz bo'lsa albatta support teacherdan so'rash, laboratoriya test poligonlarda albatta ishlash, barcha yangi qilingan texnologiyalar, barcha videolarda takrorlangan texnikalarni, barcha usullarni mustaqil takrorlab ko'rish va Jinoyat kodeksining 278-moddasini esdan chiqarmaslik. Ya'ni siz o'rgangan narsalaringiz uchun o'zingiz javobgarsiz. Agar uni haqiqiy saytlarda, haqiqiy platformalarda, o'sha platforma va saytlarning egasining ruxsatisiz qo'llaydigan bo'lsangiz, jinoiy javobgarlikka tortilasiz va akademiya o'z zimmasiga bu narsani olmaydi. Shuning uchun har bir qilayotgan ishingizga o'zingiz javobgar hisoblanasiz. Albatta, kursimiz davomida asosiy web atakalarni ko'rib o'tamiz. Har bitta web atakani, har bitta zaiflikni bittalab ko'rib chiqish albatta bu imkonsiz. Sababi hech bitta kursda har bitta zaiflik alohida ko'rib chiqilmaydi, faqat asosiylari ko'rib chiqiladi. Umid qilaman, barcha ko'rsatilgan videoda ko'rilgan narsalarni, materiallarni mustaqil o'rganib chiqasiz degan umiddaman. Kursni tugatgandan keyin albatta Web Application Penetration Tester, Bug Hunter, Security Analyst, Offensive Security yoki Application Security Engineer bo'lib chiqishingiz mumkin. Albatta biz rejalashtiryapmiz Web Application'dagi Infrastructure Active Directory Penetration Testingga ham o'tishni. Bu sizlarga bog'liq. Agar kursimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki, albatta kursimizni Active Directory qismini ham davom ettiramiz. Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun.